Topding-ku. Bu apparatimiz kofe va shunga o'xshash ichimliklarni aralashtirib, tayyor holatga olib kelib berar ekan. Endi qoshiqning keragi yo'q. Qani, birga sinab ko'ramizmi? Ichidagi mana bu aralashtirgichi magnit orqali aylanar ekan. Hozir sizlar bilan kofe tayyorlaymiz. Zo'r. Hozir sportchilarimiz uchun tuxumdan protein tayyorlab ko'ramiz. Boshladik. Sportchilarimiz qanaqa bichar ekan buni? Qurib turganingizda tuxumni ham, kofeni ham zo'r aralashtirdi. Uyda yoki ofisda olib qo'ysanglar, o'zingiz uchun zarar qilmaydi. Juda ham foydali mahsulot ekan. Men bu tovarimizga 5 balldan 5 ball qo'ydim. Sizchi necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, like bosib esdan chiqmasin.